Salom bolalar, men Odilbekman. Men Adolatxonman. Bugun konstitutsiya haqida gaplashamiz. Nima deb o'ylaysiz? Konstitutsiya o'zi nima? Bilasizlarmi? Davlatimizda har birimiz amal qilishimiz kerak bo'lgan qonun-qoidalar bor. Aslida siz ularni bilasiz. Faqat ba'zan o'yinga berilib ketsangiz, esingizdan chiqib qolishi mumkin-da. Men aniq bilamanki, oilangizda ham qat'iy o'rnatilgan qonunlar bor. Masalan, siz uyingizni yig'ishtirasiz, tartibga keltirasiz, idishlarni yuvasiz va ularni sindirmasligingiz kerak-a? Bordi-yu, ota-onangiz ishdan kelganda uy mana bu ahvolda bo'lsa, tasavvur qilyapman. Ayniqsa, hovlida yashaydiganlar yaxshi biladi. O'tlarni o'rish, gullarga suv quyish, hovlilarni supurish va hokazo ishlar bor. Endi o'ylang. Agar shu tartib-qoidalar bo'lmaganda biz qanday yashar edik? Hamma yoq tartibsiz, hovlini o't-o'lanlar, qurigan shox-shabbalar, axlat uyumlari bosib ketgan. Kechirasizlar-u, shunday yasharmidik? Yo'q. Demak, qonunlarga amal qilmasak, shunday xunuk oqibatlar kelib chiqar ekanda. Davlat ham xuddi shunday. Unda qonunlar, qoidalar bo'lmasa, hamma bilganicha yashaydi va hamma yoq tartibsiz bo'lib ketadi. Mana, oddiygina misol, agar siz qoidalarga amal qilmasangiz, siz sportchi bo'la olmaysiz. Chunki qonunlar bo'lmasa, o'yinlar g'irrom bo'lib ketadi. Boshqa kasblarda ham hammasida shunday. Demak, bizga konstitutsiya juda zarur. Konstitutsiya bu shunday hujjatki, unda davlatning tuzilishi va odamlar uchun qonun-qoidalar belgilangan bo'ladi. Odamlar to'g'ri yashash uchun qonun-qoidalarni zaruratga qarab yaratishadi. Har bir davlatda o'zining qoidalari bor. O'zbekiston konstitutsiyasi esa 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. 2023-yilda yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilindi. Hoy-nahoy, konstitutsiya nega o'zgartirildi deb o'ylayotgandirsiz. Davrlar o'tishi, zamon rivojlanishi bilan hamma narsa o'zgarib boradi. Velosiped, mashina, keyin vertolyot, samolyotlar ixtiro qilingan. Bilasiz-a? Masalan, dadangiz, bobongiz yosh bo'lgan paytlarda Jiguli yoki Volga eng zo'r mashinalar hisoblangan. Hozir esa ularni deyarli bilmaysiz ham. Endi hozirgi mashinalarga bir qarang. Malibu, Tahoe, Tracker. Elektromobillarcha, hozir ekologiyani asrash uchun elektrda yuradigan mashinalar ko'payyapti. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, ular juda ham komfort. Xuddi shunday zamonga mos konstitutsiya ham o'zgarib boradi. Yangi moddalar qo'shiladi, eskirganlari olib tashlanadi. Biz 2023-yilda referendum o'tkazib, konstitutsiyamizni yangilab oldik. Konstitutsiyamiz hozirda 155 ta moddadan iborat. Unda aytilishicha, O'zbekiston xalqi mustaqillik, erkinlik va tenglik sharoitida yashaydi. Bizda inson hayoti, uning sha'ni muqaddas hisoblanadi. Bizning bobolar jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan. Bilasizlar, algebraning asoschisi Al-Xorazmiy bobomiz bo'ladi. Yulduzlarga narvon o'rnatgan esa Mirzo Ulug'bek bobomiz edi. U yulduzlarning xaritasini chizgan. Biz davlatimizni boshqarishda butun dunyoga ilm-fanni va madaniyatni tarqatgan o'sha buyuk ajdodlarimizning merosiga tayanamiz. Bebaho tabiiy boyliklarimiz bor. Ularni asrab-avaylaymiz. Qo'shnilarimiz bilan ahil-inoq yashaymiz. Jahonda o'z o'rnimizga ega bo'lishga intilamiz. Xalqimiz tinch va farovon yashashi uchun harakat qilamiz. Konstitutsiya ana shu maqsadda qabul qilingan. Konstitutsiyada juda ko'p ulug' so'zlar bor. Lekin bilasizmi, bu kitobda sizni ham aytib o'tishgan. Nima, ishonmaysizmi? Sizni u yerda alohida tilga olishgan. Qarab turing, men albatta haq bo'lib chiqaman. Odilbek to'g'ri aytibdi. Konstitutsiyada kelajak avlod so'zlari bor. Avlod so'zi bu bola degan ma'noni anglatadi. Demak, qayerdaki kelajak avlod deyilgan bo'lsa, bilingki, siz haqingizda gapirishyapti. Xo'sh, haq ekanmanmi? Haqsan Odilbek. Xullas, konstitutsiyada biz kabi bolalar erkinlik va tinchlikdan bahra olib yashashi yozilgan. Bilingki, bular qonun qoidalarsiz bo'lmaydi. Konstitutsiya bu qonun, atrofimizni, oilamizni boshqarib turadigan qoidalar. Konstitutsiya juda qiziqarli hujjat. Uni albatta o'qing va bilganlaringizni boshqalarga ham ulashing. Keyinroq yana gaplashamiz. Ko'rishguncha.